Hurmatli ota-onalar, o'quvchilarimiz, mana roppa rosa 2 oy burun shu yerda xususiy maktabimizni qurilish jarayoni boshlangan edi. Hozir bugungi kunda 30 nafardan ortiq quruvchilar ishlarini qizg'in olib borishyapti. Ancha o'zgarishlar bo'lgan. Ushbu vaqt mobaynida 500 kvadrat metr akvaromlar o'rnatildi. Tashqi fasadni to'liq 2400 kvadrat metrda bazalt qoplanib, hozir 2400 kvadrat metr traversinga tayyorlov ishlari amalga oshirildi. Podvalda, ya'ni o'sha oshxona va sport zalga mo'ljallangan xonalarining 800 kvadrat metr issiqlik tizimi o'rnatildi. Binomizning ichki qismida ham qurilishlari jadal suratlarda ketyapti. Xo'sh, har bir etaj sinf xonalarga bo'lindi. Har bir etajda 15 tadan sinf xonasi va undan tashqari qo'shimcha 3 dona IT xonasi va laboratoriya xonalariga binomiz ichki qismi bo'lindi. Buning uchun 80 ming dona pishig'ich va 1000 dona penoblok mahsulotlari ishlatildi. Shu bilan parallel holatda elektr energiya montaj ishlari olib borildi. Har bir etajda alohida qizlar uchun, alohida bolalar uchun sanuzillar, yuvinish xonalari qurilish jarayoni olib borilmoqda. Xohlasa mana obyektlarimiz ham bitib qo'yapti. Maktab bo'yapti betlar. Hozir 75-80% ishlarimiz bo'ldi. Akifalarimiz holchiklari bo'linib, oz qoldi xohlasa bitishiga. Yaqinda aynan qo'yamiz muronlar. Ko'p ishlar bo'ldi xohlasa. Ochilishi ham oz qoldi.